bizda ish yo'q deyish bir bahonami? Yo chet elda ishlash hozir modami? Tunlar quchog'ida tamsiz visollar, eri Rossiyaga ketgan ayollar. Chillasi chiqmasdan kelinchak yolg'iz, chimildiq yig'ilmay qolar egasiz. Yorining ortidan jo'naydi essiz, eri Rossiyaga ketgan ayollar. Husni bulut to'sgan oyga o'xshaydi, uzun bo'yginasi egib yashaydi. Yor joni yonida bo'lsa yaxshi edi, eri Rossiyaga ketgan ayollar. Akasin murdasin kelgan yoqlarga, uka yo'l olmoqda boqmay oqlarga. Ko'ksim to'la yig'i tan titroqlarda, eri Rossiyaga ketgan ayollar. Eshigi nogahon taqillab qolar, besarhad g'iybatlar to'rt yondan olar. Mast alas nokaslar yo'lini poylar, eri Rossiyaga ketgan ayollar. O'g'lini jo'natib g'am bosar o'yin, nomussizni ko'ring o'ylamas go'rin. Yana sevgi paydo, qaynota kelin. Yolg'iz ayollarni qo'ring o'yin, eri Rossiyaga ketgan kelinlar. Na to'kis, na yetim bolam deyolmas, na beva, na tulman onam deyolmas. Na rahmat, na la'nat olam deyolmas, eri Rossiyaga ketgan ayollar. Shoir shoh satrini ham dardim ololmas, O'zbektosh she'ri ham malham bo'lolmas. Na rahmat, na la'nat olam deyolmas, eri Rossiyaga ketgan ayollar. Nima ham deymiz, erlar ketmasin, ayollar bag'rin chok etmasin deymiz. Biz shoirlar har vaqt ishq g'amin yeymiz. Biz shoirlar har vaqt el g'amin yeymiz. Eri Rossiyaga ketgan ayollar. Ushbu she'r Armonnoma deya ataladi va ushbu she'rni A'lo kayfiyat kanali uchun Mandarin Bot tomonidan o'qib taqdim etilmoqda. Muhojir yurtlarda bo'lgan barcha yurtdoshlarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hurmat ila Mandarin Bot.